Uchun Alisher aynan shu rolga to'g'ri kelyapti. Yo'q. Sochi yo'lingan. ham shunaqa sochi yo'q edi. Ha, nima qilibsiz? Sizlar endi kalligimni ham ko'ra olmayapsizlarmi sizlar? Ma'mur akani Endi bitta sochda bo'lsa, Rustam aka, to'g'risida xafa bo'lmang, men ham sochimni olib tashlayveraman. Oy, gilamni bosib turibsiz. Ma'mur akani filmlaringizga oling demoqchilar. Bir ko'rishimiz ham mumkin. Voy, Rustam aka, pожалуйста, sizni filmlaringiz uchun men sochimdan ham voz kechiraman, kerak. Voy, ma'mur aka, tashlayman. o'ylab gapiring, gapingizni o'ylab gapiring, ma'mur aka. Men nimaga gapim, mana? Alisher aka, jinni bo'lib qolibsiz. Voy, jinnimisiz? Alisher? Kenayim ko'rsalar nima deylar? Voy, doy. Hay, Alisher. Alisher aka, jinni bo'lib qolibsiz. Mana kalga oldikki tayyorman deding-ku. Tayyorman, ol kallaga bo'ldi. O'ling. Mastakasi ham bo'ladimi? Ol kallaga. Olasizmi kinoga? Olasizmi kinoga? Ketdi, bo'ldi, oling. Qali. Ey, mana. Filmga uchun nimalar qilishyapti? Men nima qilay, ayting. Men nima qilay? Sochini olinglar, sochini olinglar. Keling, keling. Voy, nimaga qiz bola sochini? Oxirigacha oling sochimni bo'ldi. Nima qilib berasiz? Sochimni osib berasiz. Endi olmasam endi. Qarang bo'ldi. Hurmatli tomoshabinlar, Rustam Sagdiyevning yangi kinosida oling, Baron Minxauzen. Baron filmini aktyorning o'rniga sizni olib yuborsalar.